Assalomu alaykum. Men Zayntinova Mahliyo, Sirdaryo viloyatidanman. Men tibbiyot xodimlari uchun tashkil etilgan Migratsiya agentligi hamkorligidagi Globagate loyihasida ishtirok etdim. Xalqaro B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Tashkiliy ravishda Germaniyaga uchib ketyapman. B2 sertifikatini qo'lga kiritganingizdan keyin Migratsiya agentligi ko'magida viza jarayonlari bo'ladi va undan keyin albatta siz Germaniya tomon uchib borasiz. Globagate loyihasini afzallik tarafi shundaki, siz bu loyihada ishtirok etsangiz, yotoqxona, til kurslari va til kurslaridan keyingi jarayonlar, ya'ni viza olish jarayonlari va jo'nab ketish hamma xarajatlari loyiha tomonidan to'lab beriladi. Globagate loyihasida ishtirok etsangiz, albatta birinchi o'rinda shartnoma qilinadi va ana o'sha shartnoma sizni ish beruvchingiz bilan bog'lab turadi. Ya'ni bu siz hamma jarayonlar tugatib bo'lganingizdan keyin Germaniyaga borib, ishingiz tayyor bo'ladi. Sizni Germaniyada ishlash maqsadingiz bo'lsa, albatta shu loyihada ishtirok eting. Sizlarni kutib qolamiz.